Mana xudo xolasa do'stlar, bugunda bog'larimizga go'nglar solyapmiz. Uzum, shoptoli, gilos bog'larimizga xudo xolasa go'nglar solib, mevalarni kalibrini yirik qilib, bunga go'ngga aralashtiramiz. Amfoz, kali, jicha, machaviniya qo'shamiz. Sababi unda gaz bor. Biogomusga o'xshab parchalanishga juda katta yordam beradi. Biz mevalarni tashlab o'tayotgan bog'lar hammasi zo'r qarayotgani uchun gilosi ham, shoptolisi ham, uzumi ham, noki ham, asha videosini tashlayotganlarimiz hamma ishni kuzda uji qishga kirishdan oldin qilib qo'yadi. Sababi qishda kirishdan oldin qilsalaring daraxt ham bo'n oziqasini berib, baquvvat bo'lib, bog'da ko'karishi hamma yo'g'i zo'r ketadi o'sishlari. Uzun bog'larga ko'rsatib qo'ying. Mana xudo xolasa uzun bog'larga go'nglar solyapmiz do'stlar. Qarash kerak. Faqatgina qarab yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Harakat qilamiz. Kalibr yirik, gilos, shoptoli, uzum, qolgan mevalarni go'ngni foydasi juda katta. Bog'laringga olib kiringlar, onorga ham ayniqsa onori bolalar ham juda ko'p soladi, namni zo'r saqlaydi do'stlar. Faqatgina olib keling, tamom ko'rsating-da. Mana bunaqa qutlarni, olib tashinglar mana. Bu gilosni jamiki narsani tomini yegan shu bo'ladi do'stlar. U bunga dori aralashtirasizlar, o'zi o'lib ketadi go'ngning ichida. Sog' bo'lasizlar. Faunali bog'bon kuzatishda davom etamiz. Bugungi qilayotgan ishlarimiz bog'larimizga ponni oziqa, vitaminlarni berib davom etyapmiz.